Bu ventilyatorlarimiz ulitka ventilyatorlarimiz hisoblanadi. Hech ulitka ventilyatorlarimizni o'zbekchasini o'ylab ko'rgansizlarmi? Shilliq qurt. Ulitka ventilyatorlarimiz Xitoyda va Turkiyada ishlab chiqarilgan ventilyatorlarimiz mavjud. Mana bu yerda ko'rishlaringiz mumkin. Ulitkalarimiz Aerox brendiga, Strombull va Popular brendlariga tegishli bo'lgan Xitoyning top brendlari hisoblanadi. Sizning restoran, kafe, oshxona, omborxona, fabrika va mana shunga o'xshagan obyektlaringiz uchun juda ham mos keladigan ventilyatorlar hisoblanadi. Og'ir bo'lgan havolarni, bug'larni bemalol tortib chiqib ketadi. Bu ventilyatorlarimiz razmerlari, motionslari va barcha qolgan detallarini opisaniyada yozib qoldiraman. Yoki agarda sizga mana shu ventilyatorlarimiz, ya'ni ulitka ventilyatorlarimiz kerak bo'lsa, bizlarga quyidagi raqamlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Hammasi haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Narxlari sizga agar qaysi biri qiziq bo'ladigan bo'lsa, modelini so'rasangiz yoki bo'lmasam o'zingizning obyektingizga mos keladiganini so'rasangiz, narxlarini chiqarib beramiz. Hozir bu yerda sizlarga tanishtirib o'tadiganlarim, mana bu yerda ko'rishlaringiz mumkin. Barcha modeldagi ulitkalarimiz shu yerda mavjud. Bundan tashqari skladimizda ham juda ham ko'p razmerlari va modellari mavjud. Popular brendiga tegishli bo'lgan ulitkalarimiz ham mavjud. 912 va 919 bo'lgan modellari bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Agarda sizga ham mana shu mahsulotlarimiz, ventilyatorlarimiz qiziq bo'lsa, quyidagi raqamlarga hoziroq murojaat qiling. Ajoyib va chiroyli narxlarda qilib beramiz. Ventilyatorlarimizni O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatimiz ham mavjud. Bundan tashqari, ustanovkalari uchun ham bizda servis xizmatlari mavjud. Ulitka ventilyatorlar deganda albatta Turkiyada ishlab chiqarilgan ulitkalarimizni ham unutmaymiz. Bu yerda boshqa yangi kelgan modellarimiz ham mavjud. Mana bu 4 burchak ulitka ventilyatorimiz ham mavjud. Bu yerda KAI brendiga tegishli bo'lgan ofitsialniy distribyutori Venstor hisoblangan ventilyatorlarimizni ham bemalol xarid qilishlaringiz mumkin. Narxlari va modellari bo'yicha quyidagi raqamga yoki bo'lmasam kommentariyada yozib qoldiring. Biz muammoyingizga yechim topib berishga harakat qilamiz. Bundan tashqari oshxonalar, restoranlar uchun, uylar uchun kerakli bo'lgan barcha turdagi ventilyatorlarimiz ham mavjud va ventilyatsiyaga kerak bo'ladigan aksessuarlar, qo'shimcha detallarni ham topishingiz mumkin. Do'konimiz manzili Jome bozor, Yevroaziya 2-blok 30-do'kon. Sahifamizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Barcha mahsulotlarimiz narxlari bo'yicha esa Telegram kanalimizda yozib qo'yganmiz. Bemalol Telegram kanalimizga o'tib ko'rishlaringiz mumkin.